Bozorlarda sotilayotgan arzon baholik go'sht mahsulotlaridan nadim go'sht olsun? Qayerda sizlarga zodi shunchalik arzon go'shtni beralaydi? Agar siz shu xil go'sht mahsulotlarini yeyishni yoqtirsangiz, cho'qim bu mazmunga diqqat qiling. Bozorda har xil go'sht turidagi tayyor o'ralmalik yemeklar bor. Masalan, o'rab qachilangan to'xuning mayda go'shti, kala go'sht qaysi, to'xu go'sht qaysi degandek. Ularning go'shti ham shunchalik mazaliki, bolalarimiz emas, hatto bizmi uni alohida yoqtiramiz. Lekin diqqat qilib qarasangiz, ba'zi tayyor o'ralmalik go'sht mahsulotlarining ko'pinchisida 1 gramm go'sht yo'q. Bizga iliqi mazalik tetaydigani faqat go'shtning ta'mini xolos. Undaqda ular zodi buningga nima ishlatgan? Qandoqsiga choynagandiki bu ta'm paydo bo'lib qolgan. Amaliyotda ba'zi savdogarlar dal bizning mazalikan degan iste'mol psixikimizdan nihoyat yaxshi foydalanib ketgan. Shu sababdan mahsulot o'ralmasiga har xil ta'mli go'shtlarning ismini yozib qo'yib, boshqa tarkiblar orqali mazalik ta'mni chiqarib, bizni go'sht yegandek xato tuyg'uga akab qo'ygan. Ondan o'ralma qipiga undaq to'qi, bundaq qara degandek ismlarni qo'yiblar arzon tanarx bilan yuqori foydaga erishib, ushaq yemaklik bozorda saxta go'sht mahsulotlarini ko'plab ishlab chiqargan. Undaqda bu saxta go'sht mahsulotlarda 1 gramm go'sht yo'q bo'lsa, biz yeganda go'shtning choynagandagi hissiyoti va ta'mi aniqli go'shtga o'xshaydi-ku deb o'ylayapsizlar deyman. Buning javobi dal purchoq oqsili. Purchoq oqsili ayirish texnikasining o'xshamasligi qarta quyuqlashtirilgan purchoq oqsili, purchoqdan ayrilgan oqsil, purchoq to'qilma oqsili deb 3 turga bo'linadi. Saxta go'sht mahsulotlarining hammasi buning ichidagi purchoq to'qilma oqsilga har xil tam-tangishlarni aralashtirib turib, go'sht mahsulotining ta'mini go'shtning ta'miga eng yaqin qilib yasaydi. Biz odatdagi odamlar bu farqni his qilolmaymiz. Davlatimizmi bu xil o'z manfaatiga cho'g'tatib, jamiyatning o'rtaq manfaatiga ziyon yetkazadigan korxona va savdogarlarni qattiq bir taraf qilib kelyapti. Lekin iqtisodiy nuqtadan aytganda bozor egiligi bo'lgan ekan, uning cheklamaligi bo'ldi. Shunga biz har birimiz bozor qatnashuvchi iste'molchi bo'lib sifatimiz bilan iste'mol saviyamizni oshirib, sog'lom mahsulot ishlab chiqarayotgan shirkatlarni. Masalan, men o'zim tetib baqqan, o'zim yeb biqib, ondan sizlarga tavsiya qilgan tabiiy shirkatining mahsulotlarini iste'mol qilsanglar bo'ladi. Hozir nurg'un do'stlarimizning iste'mol saviyasi o'sib ketdi. Meningcha nimaning tabiiy, nimaning nachar ekanligini bir tetibda bilalaydi deb o'ylayman. Shunga tabiiy shirkat ishlagan qiyzilar va to'xuning mayda go'shtlariga sifatli to'g'ri go'shtini zodi ishlatdimi, ishlatmadimi, buni sizlarmi bir tetibda bilalaysizlar. Undan boshqa o'riqlayotgan, chiniqayotgan do'stlarimiz eng sog'lom go'sht bo'lgan to'xuning mayda go'shtini ko'p iste'mol qiladi. Shunga yaxshisini, tabiiysini tanlab yesanglar, yaxshi unumga yetkilib bo'ladi. Undaqda tabiiydek mushundaq sog'lom yemak ishlab chiqarayotgan shirkatni sizlar qo'llamsizlar yoki qo'llamamsizlar?